Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videoda siz bilan birga Minecraft o'yinini kompyuterga o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Birinchi brauzerni ochib olamiz. Brauzerimizni ochganimizdan so'ng Launcher deb yozishimiz kerak. O'zi chiqib keldi mana pastdan. Saytiga o'tamiz. Xo'p. Iltimos qo'llab-quvvatlab yuboringlar. Men birinchi videom bo'lgani uchun sal hayajonlanyapman. Keyingi videolarda Photoshopni tekin o'rnatishni ko'rsatib beraman 2024-yillikini. Bu yerdan Launcherni yuklab olishni bosamiz. Mana yuklab olish boshlandi. Ozroq kutamiz. Yuklab ham bo'ldi. Endi faylni ochib olamiz. Demak, hamma ruxsatlarni beramiz. O'rnata olishga ozroq vaqt kerak. Xo'p, o'zingizga kerakli versiyani o'rnatib olasiz ichidan, keyin Enter the game deb bosib, bemalol o'ynaverasiz.